Hozir yaxshimi amaki? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Hozir biz o'g'lingizni operatsiya qildik. Mikrotreze, spermatoidlar topildi. Tabriklayman. Bu yog'i ham xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling. Hozirgi bemorimizda 7 yillik farzandsizlik, 7 yillik azospermiya, 7 yillik eyakulyatsiya spermatoid yo'qligi bo'ldi, tugadi endi. Aka yaxshimisiz? Operatsiya yaxshi o'tdi, xudo xohlasa. Hammasi yaxshi. Boya gaplashganimizdek, spermatoidlar, harakatchan spermatoidlar hammasi bor. Qanaqa bo'ldi bu 7 yil siz uchun? Qanaqa kutdingiz? Qanaqa azob bo'ldi? Kimlarni atrofdagilarning gapirganlari, gap so'zlar, hammasi qiyinchilik qanaqa o'tdi o'zi? Qiyinchilik ko'p bo'ldi. Ko'p o'ylov bo'ldi. Umid uzib qo'ygan paytingiz bo'ldimi, yo'qmi? Umid uzdim. Lekin mana xudo xolasa bugun bular bizga adashmasam 3 oy oldin kelganmidingiz birinchi? 1 oy bo'ldi. 1 oy bo'ldi. 1 oy oldin kelganlar, 1 oy oldin uchrashganmiz, bular bilan ko'rishganmiz, analizlarni ko'rganmiz va bularga 1 oylik simulyatsiya berganmiz. Simulyatsiyadan keyin bugungi operatsiya o'tdi. Xudo xolasa mikrotreze, mikroskop bilan qilganda o'sha biz spermatoid bor bo'lgan hujayralarni qidirib olamiz, to'qimalarni va uni embriologga beramiz. Embriolog katta invert mikroskop ichida qidirib topib spermatoidlarni qidiradi. Ularda spermatoid topildi, xudo xolasa. Biz siz uchun xursandmiz. Siz oilangiz uchun xursandmiz. Xudo xolasa bu yog'i ham xayrli bo'lsin. Keyingi eko jarayon, X jarayonlari ham muvaffaqiyatli o'tsin. Shuni biz tilab qolamiz siz uchun.